Bolam oyog'ini ichkariga bosyapti deb juda ham ko'pchilik kelishadi. Men hozir sizlarga yassi oyoqlikni, plaskostopiyani uy sharoitida qanaqa qilib to'g'ri davolash yo'lini o'rgatmoqchiman. Birinchi yog'lab, yaxshilab qizdirib olasizlar. Zaytun yog'imi, vazelinmi, alisa kremmi farqi yo'q. Qizdirib olganimizdan keyin qo'limizni musht qilib olamiz, mana qilib va shu joylari bilan sekin ishqalashni boshlaymiz. Endi shu joy tekis bo'lib qolgan bo'ladi, anaqa tekis bo'ladi, anaqa chuqurcha bo'lmaydi. Shu joyini ko'proq ishqalab massaj qilishingiz kerak bo'ladi. Mana qaranglar. Qo'llarim mana bunaqa imdo ishlaydi. Qo'linglarni bu joydan ushlab olsanglar, qo'linglar og'rib qolmaydi. Yengil harakatlar bilan qilasizlar. Qattiq qilmaysizlar, qattiq qilsanglar bolajoninglarning oyog'i og'rib qolishi mumkin va qildirgani bermasligi mumkin. Yengil harakatlar bilan sekin-sekin qilasizlar. Orada silab qo'yasizlar qizdirib. Yana sekin. Endi shu joyini yaxshilab ishlov berishingiz kerak bo'ladi.